Assalomu alaykum. To'lib Donovaning kechagi darslari sizga qanday foyda berdi? Assalomu alaykum. Kechagi speaking darsimizda biz adjectives mavzusi, ya'ni sifatlar mavzusidan o'tgandik. Bu dars orqali juda ko'p narsalarni ko'rib oldim. Ayniqsa speaking part 2 describe, ya'ni tasvirlab berish paytida qancha ko'p sifatlarni ishlatilganda shuncha natija ballimiz baland bo'lishida bilib oldik. Men kutganimdan ko'ra ancha ko'proq narsalarni darsimizdan o'rgandim. Rahmat. Ayol, sizga kechagi dars qanchalik foyda berdi? Kechagi To'lib ustozning speaking darslarida men turli xil adjektivlarni o'rgandim. Ayniqsa positive and negative adjektivlarni qanday qilib speaking part 2 ya'ni describe mavzusida qo'llashni o'rgandim. Bu adjektivlar menga speaking partida ballimni yaxshiroq ko'tarishga yordam berdi va dars menga juda yoqdi. Rahmat fikrlaringiz uchun. O'quvchimiz Nigina. Kechagi sifatlar mavzusi bizga juda ham foydali bo'ldi. Speakingdagi xatolarni o'rgandik, bildik va speaking ko'nikmamizni ancha boyitishga yordam berdi. Yana bir o'quvchimiz Muxlisa dars haqida. Kechagi dars juda ham qiziqarli o'tdi. Biz sifatlar, ya'ni adjektivlar haqida turli xil ma'lumotlarga ega bo'ldik. Menimcha dars juda ham qiziqarli bo'ldi, chunki sifatlar fikrlaringizni aniqroq ifodalashda juda ham katta foyda beradi. Rahmat sizga.